Assalomu alaykum. Arab tili ilmlariga endi kirib kelyapsizmi? Arab alifbosini o'rganishni boshlamoqchisiz yoki bir necha marotaba boshlagansiz, ammo qandaydir sabablarga ko'ra tugata olmagansiz. Shundaymi? Bugun men sizga atigi bir necha daqiqa ichida arab alifbosini 6 ta harfni o'rgatib qo'yaman va siz dars oxirida mana shu 6 ta harf ishtirokidagi har qanday so'zni bemalol o'qiy oladigan bo'lasiz. Qani boshladik. Arab tili haqidagi afsonalarni eshitganmisiz? Masalan, u dunyodagi eng qiyin til yoki bo'lmasam arab tilidagi ayn harfini talaffuz qilish juda ham azob yoki bo'lmasam har bitta harfni 4 xil ko'rinishi bor va siz o'sha 4 xil ko'rinishini yodlamaguningizgacha o'qiy olmaysiz degan har xil miflarni eshitgansiz. Lekin bularning hammasi o'quvchilarning o'zlari uchun o'ylab topgan bahonalar. Ilm olishda uni kimdan olayotganingizga qarang. O'zimni tanishtiradigan bo'lsam, men Muhammad Mo'ydinov, 36 yoshman. 17 yillik ilmiy va pedagogik tajribaga ega bo'lgan arab tili eksperti va tilshunosman. Shu kunga qadar 5000 dan ortiq o'quvchilarga onlayn va offlayn formatda arab tilini o'rgatdim. Bir necha marotaba C1 C1 va xalqaro at-tanal C2 sertifikati sohibiman va grammatikaga oid va mutolaaga oid kitoblar muallifiman. Arab alifbosida 28 ta harf bor va bugungi darsimizda sizlar bilan bularning 6 tasini o'rganamiz. O'rganmoqchi bo'lgan harflarimiz alif, ra, za, vav, dal va zal harflari. Nega aynan ushbu harflarni tanlab oldik? Sababi arab alifbosidagi harflar o'zidan oldingi va o'zidan keyingi harflarga bog'lanadi. Lekin bugungi tanlab olgan harflarimiz o'zidan oldingi harflarga bog'lansa-da, o'zidan keyingi harflarga bog'lanmaydi. Va bu alifboni endi o'rganmoqchi bo'lgan o'quvchilarga juda ham oson. Harflarning ismlari ham bor va ularning tovushlari ham bor. Ya'ni har bitta harfning ismini birinchi harfi uni tovushi hisoblanadi. Aytaylik, mana bu dal harfi va buning tovushi d. Yoki mana bu harfimiz ro harfi bo'lsa, buni tovushi r. Yoki mana bu harfimiz zay harfi bo'lsa, buni tovushi z. Demak, ushbu harflarni endi biz ismlarini bildik va endi biz bularni so'zlar ichida ishlatmoqchi bo'lsak va hammasi tabiiyki undosh harfga o'xshayapti. Misol uchun ra, mana bu z, mana bu v, mana bunisi d, mana bunisi z harfi bo'lsa, unli harflarsiz qanday qilib biz so'zlarni hosil qilamiz? Agar unli bo'lmasa, u so'zni tushunib bo'lmaydi. Aytaylik, oddiygina kitob so'zidan unlilarni olib tashlaydigan bo'lsangiz, KTB harflari qoladi va bu hech qanday ma'noni bildirmaydi. Yoki daftar degan so'zdan unlilarni olib tashlasangiz DFTR qoladi va bu bilan hech qanday ma'no anglashilmaydi. Arab tilida mana shu unli harflar bormi yoki unli harflarni bajaradigan biror bir boshqa belgilar bormi desa, belgilar bor deb aytamiz. Arab tilida harakatlar degan belgilar bor. Arab tilida nechta harakat bor? Arab tilida 3 ta harakat bor. Fatha, kasra va damma harakati. Fatha harakati harfning tepasida kichkinagina belgi holatida keladi va u a unlisini beradi. Misol uchun aytaylik, mana bu alif, ammo bu alifni birinchi harfi a. Biz hali yuqorida aytganimizdek, birinchi harfi uni tovush vazifasini bajarib beradi, ammo alifda mana shunaqangi holat yo'q. Ya'ni alif birinchi harfi a, demak bu a harfi ekanda degan xulosani bermaydi. Faqatgina shu alif harfida qachonki harakatlar kelsagina biz uni unli qilib o'qiy olamiz. Demak, aytaylik, mana bu alif harfi. Tepasida mana bu belgi kelsa, demak biz buni a deb o'qiymiz. Yoki bunisi dal harfi. Agar uni tepasida mana bu belgi keladigan bo'lsa, ya'ni fatha kelsa, da deb o'qiymiz. Yoki bu harfimiz vav harfi, agar tepasida fatha kelsa, va deb o'qiymiz. Yoki mana bu harfimiz za, agar fatha bilan kelsa, za deb o'qiymiz. Bu harfimiz zal harfi bo'lsa, agar fatha bilan kelsa, nima bo'ladi? Z, undan keyin a, za bo'ladi. Demak, fatha harakati harfning tepasida keladigan va unga a unlisini beradigan maxsus belgi ekan. Endi fatha harakatini harflarimiz ishtirokida ishlatib ko'ramiz. Misol uchun mana bu endi alif va alifning tepasida kelsa a deb o'qiymiz. Va undan keyin keladigan harfimiz aytaylik, mana vav harfi va vav harfi ham fatha bilan kelsa va bo'ladi. Endi ikkalasini qo'shib birgalikda o'qiydigan bo'lsak, a va deb o'qiymiz. A va.
yoki mana bu holatda dal harfini tepasida kelsa da bo'ladi va mana bu alif bilan dalni birgalikda qo'shib o'qiydigan bo'lsak a da deb o'qiladi. Yoki mana bu harfimiz zay harfi va fatha bilan kelsa va alifdan keyin kelsa mana bu holatda o'qiladi. A za aza. Yoki mana bu harfimiz zal harfi fatha bilan kelsa va undan oldin alif kelsa a za deb o'qiladi. Mana bu so'zimiz a ra. Ba'zi harflarimiz bor arab tilida, agar u harflarning tepasida fatha keladigan bo'lsa, a deb emas, balki o deb o'qiymiz. Ana shunday harflardan biri ro harfi. Agar ro harfining tepasida fatha keladigan bo'lsa, ro deb o'qiymiz, ra deb emas. Demak, buni biz a ro deb o'qiymiz. Za va zawa va za va za ra da rada da ra dara a ra da arada a za da azada ra va da ravada. Demak, harflarni yozasiz, tepasiga fathani qo'yasiz va birin-ketinlikda o'ng tomondan chap tomonga qarab o'qib ketaverasiz. Mana shu holatda. Ana endi navbatdagi harakatimiz kasra harakati. Kasra harakati ayni xuddi fatha belgisi, ammo endi harfning ostida yoziladi. Agar harfning ostida yozilsa, endi bu kasra harakati bo'ladi va bu i unlisini beradi. Fatha a unlisini bersa, kasra i unlisini beradi. Misol uchun alif bilan kelsa i, dal bilan kelsa di, ro bilan keladigan bo'lsa ri, zay bilan kelsa zi, vav bilan keladigan bo'lsa vi, dal bilan kelsa vi deb o'qiymiz. Endi kasra ishtirokida harflardan so'zlar esa birgalikda o'qiymiz. A zi zi da a wi za ra di zi a ri da ra wi da za wi di. Navbatdagi harakatimiz domma harakati. Demak, domma harakati harfning tepasida kichkinagina vav harfining aynan o'ziga o'xshatib yozilgan ko'rinishi bo'ladi. Demak, u endi bizda u ullisini beradi. Domma harakati u ullisini talaffuzini beradi. Fatha a, kasra i, domma u ullisini beradi. Harflar bilan ko'radigan bo'lsak, alif bilan u, ra bilan ru, zu, vu, du, zu. So'zlar ishtirokida ko'radigan bo'lsak, a, zu, a, ru, zu, ru, zu, wi, ra, za, wi, du, a, zi, du, u, ri, da. Demak, arab alifbosida 3 ta harakat bor ekan: fatha, kasra va domma. Endi doim ham mana shu harakatlar bilan kelmaydi. Aytaylik, harakatsiz holati ham bo'ladimi desa, bo'ladi. Unday holat arab tilida sukunli holat deyiladi va unda harfning ustiga sukun belgisi qo'yiladi. Sukun belgisi, ya'ni u harfdan keyin unli harf yo'q ekanligini bildiradi. Aytaylik, mana bu holatlarda az deb o'qiladi. Ya'ni bu yerda a fatha bilan kelganligi uchun a deb o'qilyapti. Z harfi sukun bilan kelganligi sababli bu yerda za yoki zi yoki zu deb o'qilmaydida, az deb o'sha harfni o'zini tovushini talaffuz qilamiz. Yoki zar,
Zarr. Bu yerda z fatha bilan kelganligi uchun z deb o'qiyapmiz, ammo ro harfi sukun bilan kelganligi uchun biz buni hech qanday unli bermasdan o'zini tovushini talaffuz qilyapmiz va zar deb o'qilyapti. Yoki id, id. Bu yerda alif harfi kasra bilan kelganligi uchun i deb o'qiyapmiz, ammo dal harfi sukun bilan kelganligi uchun hech qanday unli bermasdan id holatida o'qiyapmiz. Endi birgalikda mana shu o'rgangan harflarimiz va uchta harakat va sukun ishtirokida biroz qiyinroq so'zlarni o'qib chiqamiz. Wizru, wizru. Vav harfi bu yerda kasra bilan keldi, za harfi sukun bilan keldi. Shu sababli wiz deb to'xtaymiz va undan keyin ro harfi domma bilan keldi. Wizru. Az va da. Az va da. Alif harfimiz fatha bilan keldi, za harfimiz sukun bilan keldi, vav harfi fatha bilan, dal harf ham fatha bilan keldi. Id war du. Id war du. Alif harfimiz kasra bilan i, dal harfi sukun bilan id, vav harfi fatha bilan idwa, ra harfi sukun bilan idwar, dal harfi damma bilan idwar du. Arab alifbosini mana shunaqangi qiziqarli ma'lumotlar va eng oson uslubda o'rganishni niyat qilgan va aynan Ramazonda o'rganishni boshlayman degan o'quvchilar uchun arabcha o'qishni o'rganaman deb nomlangan ajoyib kursimizni taklif qilaman. Ushbu kursimiz kimlar uchun? Kurs arab tilini endi noldan boshlamoqchi bo'lganlarga, ya'ni arab alifbosini o'rganishni boshlamoqchi bo'lganlar uchun va bir necha marotaba boshlab tugata olmaganlar uchun yoki o'qishni biroz biladi-yu, ammo adashib ketadiganlar uchun ham ayni muddao hisoblanadi va aynan Ramazonda o'rganishni boshlamoqchi bo'lgan va shuni reja qilgan o'quvchilarga mo'ljallangan. Kurs haqida to'liq ma'lumot beradigan bo'lsam, kursimiz atigi 21 ta darsdan iborat. Siz mana shu 21 ta darsni yaxshi o'zlashtirsangiz bemalol arab tilida o'qishni o'rganib olasiz va bu taxminan 45 kun uchun mo'ljallangan. Siz undan ertaroq tugatish imkoniyatingiz ham bor. Sababi darslar har bitta o'quvchiga individual tarzda bo'ladi. Siz o'zingizning saviyangizga ko'ra uni istasangiz ertaroq tugatishingiz yoki o'zingizning rejangizga ko'ra 45 kun yoki undan ham ko'proq muddatda astoydil tugatsangiz bo'ladi. Va sizga qo'shimcha PDF materiallar beriladi. Ya'ni uyga vazifalaringiz PDF holatda bo'ladi va sizga bonus sifatida alohida kurs hisoblangan, ya'ni siz harflarni o'qib bo'lganingizdan keyin faqatgina so'zlar o'qiy olasiz. Va katta matn keladigan bo'lsa, siz odatda uni o'qiy olmaysiz va o'rgangan narsalaringiz go'yoki u matnni o'qishga yordam bermagandek tuyuladi. Buni asosiy sababi sizdagi tajribani yoki mashqni bo'lmaganligi uchun bo'ladi. Va aynan mana shu bonusimiz nima bo'ladi deyilsa, sizga o'qish mashqini rivojlantiradigan maxsus kursimizni hadya sifatida taqdim qilamiz va darslarimiz qayerda bo'ladi? Telegramdami yoki Instagramdami yoki qandaydir maxsus platformadami deyilsa, maxsus platformada bo'ladi. Sababi Telegram orqali dars qilinsa, o'quvchida har xil paytda keladigan turli xabarlarga chalg'ish va dars qila olmaslik va uni effekti tushib ketishligi hisobga olingan holatda maxsus platformada darslar taqdim etiladi. Siz aynan dars uchun kirasiz va unda har bitta darsni ko'rib, to o'sha darsni ko'rib vazifalarni topshirmagunga qadar keyingisiga o'ta olmaydigan holatda sizni o'qishga majbur qiladigan maxsus platforma orqali darsni o'rganasiz. Demak, darslarni men o'zim o'zlashtiramanmi desa, unaqa emas. Siz darslarni har bitta vazifalarni ustozga topshirgan holatda ustozning nazoratida o'rganasiz va sizning holatingiz, o'rganish progressingiz gamifikatsiya tizimi orqali nazorat qilinadi. Masalan, siz vazifalarni qay darajada bajardingiz va darsni necha daqiqasini ko'rdingiz yoki ko'ra olmadingiz, hammasi sizni reytingingizga ta'sir qiladigan darajada ustozni nazoratida bo'ladi. Qanday mavzular o'tiladi deyilsa, arab tilidagi barcha harflar o'tiladi va unga qo'shimcha tarzda hamza mavzusi o'tiladi va yana alif lam mavzusi haqida gaplashamiz. Qamariy va shamsiy harflar haqida gaplashamiz va harakatlar haqida yoki cho'ziq unlilar, tanvin va shunga o'xshagan tashdidga o'xshagan butun alifbo va o'qishga doir bo'lgan barcha ma'lumotlar bilan yaqindan tanishasiz. Darslardan so'ng sizning natijangiz qanday bo'ladi deyilsa, siz bemalol
ana o'sha barcha arab harflari ishtirokidagi so'zlarni o'qiy olasiz va hatto darslar davomida yozishni ham o'rganasiz. Ya'ni arab harflari ishtirokida bemalol so'zlar yozishni ham mashq qilsangiz bo'ladi. Va undan tashqari qo'lingizga tushgan harakatli bo'lgan har qanday matnni o'qiy olasiz va aynan sizga biz bonus sifatida taqdim qiladiganimiz matnlarni o'qish kursimiz sizga bunda juda katta yordam beradi. Va hoziroq dasturga, ya'ni kursimizga qo'shilganlar uchun ikkita maxsus bonusimiz bor. Birinchi bonusimiz Ramazon oyi munosabati bilan kursimizga 50% chegirma taqdim qilamiz va ikkinchi bonusimiz yuqorida aytganimizdek 8 ta video darsdan iborat o'qishni mustahkamlaydigan va qiymati 500 ming so'm turadigan maxsus kursimizni bepul hadya qilamiz. Aynan mana shu Ramazon sizning boshlashingiz uchun eng yaxshi imkoniyat. Pastdagi havola orqali ro'yxatdan o'ting va eng zo'r narx va bonuslar orqali o'z kursingizni boshlang.